Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Men Vatsapayt Turkash, Qoraqalpog'iston Respublikasi Amadere tumani Mang'is shahrida turaman. Aybek mahallada. O'tgan yil 2024-yil dekabrning oxirida mahalla raisi Xidirov Azamat, ijtimoiy qiz O'razmetova Dilnoza ikkovi mahallaga chaqirib olib, meni haqoratlab, bosim o'tirib, molni yotib yurma, harom tomoqsan, boqaman desan, pensiyangni qirqtiraman, demingni chiqarmaydi qo'yaman. Umuman so'lolmaydi etpashiman deb dövleni ham chiqarib, mazamni qachirib quvib berdi. Shundan so'ng men murojaat yo'lladim. Jo'qorg'i Kengashga, Toshkentga mahalla uyushmasini, prokuraturaga ham yerdan javob xat keladi mana. Bunda javob xati bermasdan oldin bir hokimiyat qama mahallaga men chaqirib, rais bilan men bilan suhbat o'tkazib, rozilik norozilikni bilib olib javob xati berish kerak. Fuqarolar to'g'risida qonun biz yerda ishlamaydi. Yo'q. Ishchi guruh berdik, tekshirib chiqdi. Shu tortishuv bo'lmaganligi aniqlandi deb yolg'on ma'lumot berib turibdi. Hech qanday ishchi guruh tuzib surishtiruv o'tkazmaydi. Bilaraqon javob xat. Endi bu to'g'risida 13-yanvar kuni Amadere tumani shahar hokimi Sabir Xo'jametovning yoniga kirdim. O ikkovini ham chaqirdi, ijtimoiy qizdan raisdan. Sabir Xo'jametovning oldinda bu ikkovi mo'yinni oldi. Haqiqatan shitdim, bosim o'tirdim, haqoratladim. Mana qizga "Eminni shu odam bo'lsa chaqir" deb men chaqirtirdim spesialniy deb aytib mo'yinni oldi. Lekin Sabir Xo'jametov hech qanday chora ko'rgan yo'q menga. Elsher yo'ldashib yo'llagan murojaatlarni yopib tashlayveradi. Qachon bizlarda fuqarolar to'g'risida qonun ishlamaydi. Endi Derdarmanova 500 ming so'm chiqarib berib qo'yibdi. Yaqinda berdi. Ona menimi 2 kun bo'lmay mana millat etib javob xati berib qo'yibdi. Ona misol uchun kasalligim to'g'risida Derdarmanga deb oldim. Endi uning to'g'risida javob xati berib nuga kerak. Millat etib ona bir qog'ozga tushirib. Mana siz ishonib qo'ygan vakillaringiz Elsher yo'ldashib shu mahallaning raisi Sabir Xo'jametov fuqarolar to'g'risida qonunni buzib o'tiribdi. Umuman buzib o'tiribdi. Endi korrupsiyani yo'qotaman, boshqa narsani yo'qotaman. Hamma qonun ham yerda yaxshi ishlaydi. Fuqarolar to'g'risida qonun mana buzib ketgani shu. Ishonib qo'ygan odamlari mahallaga chaqirib shunday o'tiribdi.